Yo'q, dol keling. Xo'p, olib kelaman. Ismingiz nima? Sabina. Sabina. Necha yoshgasiz? 20 mi? O, молодец. Kim bilan yashaysiz? Nanangiz bilanmi? Ha. Boshlangan tepam. Nimani yaxshi ko'rasiz? Uylaringiz 4-qavatga ekan. Yurib bilasizmi, yurib? Yurib bilmaysiz, ha? Yo'q, dol keling. Xo'p, olib kelaman. Keyin buyurun. Ha, kel. Anam tandirayım. Rafdan aytamanmi? Ne? Ha, baroş alışkar işleyim de hanım. Naşat işlemek deyim mamsin. Çan sorbuza işleyim. 2 xonali panelli azizlar 4-qavatda bitta muhtoj oilaga keldik. Hozir obzor qilamiz azizlar. Sizlar tomonidan, bizlar tomonidan birga bitta yordam qilamiz azizlar. Shuni umidda keldik. 2 xonali 5 qavatli domdan bir nogiron qizchani uylari, shuni ham obzor qilamiz, ham saxovatli do'stlarimizdan iltimos qilamiz yordam qilishga. Yordam ham pullikmi, farqi yo'q. Kim qanaqa, kim layk qo'yib samolyotga qo'yadi. Xo'p, yordamlaringiz qanaqa? Uylari 2 xonali, ushbu xona 4-qavatda joylashgan. Bir o'zi onasi yolg'iz ona. Onalarni hozir olmadik. Bir o'zlari 20 yoshli qizcha yurmaydi. DTP 4-qavatga tushirishga qiynalyaptilar azizlar. Ana shunaqa obzorga bugun keldik. 2 xonali ko'rsating. Ushbu oilamiz azizlar muhtoj ham pulga, ham kvartirani past qavatga almashtirishga muhtoj azizlar. Biz bir 27 ming AQSh dollarga bir baholadik azizlar. Bu ham o'zlariniki emas ekan, bibilarniki, bibi Rozi, shuni almashtirib berishga rozi. Fursatdan foydalanib, u qizchamizni, Sabinani plastik kartani qo'yamiz. To'g'ridan to'g'ri kim 10 ming, 1000 so'mmi, kim qancha imkoniyat qadar muhtoj oilamizga yordam berishga qo'l uringlar. Biz ham hozir obzorga keldik. Harakat qilamiz shu qizchani chiroyli uyga, past qavatdan almashtirib berishga harakat qilamiz. Birgalikda shunga yordam beramiz azizlar. Men bilaman, saxovatpesh aka-ukalarimiz Buxoroda ko'p, O'zbekistonda sizlardan shunaqa iltimos. Ushbu uyimizni 27 mingga biz baholadik azizlar. Buni sotib yo almashtirmoqchi. Sababi shu. Aka-ukalar xohlasangizlar, ana shu uyni olib sotib 27 mingga past qavatdan olib bersangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Xohlasangizlar pul bilan yordam beringlar. Kim qancha imkon qadar 10 ming, 5 ming farqi yo'q azizlar. Ehsonni kami ko'pi bo'lmaydi. Ana premium mulk, premium ehson. Ana всех от души уважаем. Sabina qizchamizni past qavatga tushirish kerak. Hammalardan iltimos. Savob yo'liga azizlar.